Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Strong Game do'stlar. Bugungi videoda biz qanday qilib Game Guardian'ni yuklashni o'rganamiz. Hop, birinchi Telegramga kirib olamiz. To'xtanglar. Xo'sh. Kutinglar. Bitta odamga tashlagan bo'lishingiz kerak. Bu qiz bola emas, o'g'il bola. O'zicha shunaqa deb telefonni ishlatadi. Bu o'rtog'im. Mana shuni o'z telekanaliga tashlab qo'yaman. Hozir qaysi kanalga tashlab qo'ysam ekan? Workout degan kanalga tashlab qo'yaman. Qani mana shuni yuklab olasizlar. Keyin yuklab olganingizdan keyin Game Guardian chiqib keladi. O'rnatishda bo'lsasizlar, agar bu yerda o'rnatilmasa, bu yerda mana hozir unaqa nom chiqsa, zarin xolos mana shuni yuklab olasizlar. Mana Game Guardian chiqdi. Bu yerga chiqarmoq voy. Bu emas, mana shuni yuklab olamiz. Ok. Tuzaldi. Agar mana shunaqa nom chiqmasdan Game Guardian'ni yuklab olsanglar bo'ladi. Buning nomi Zarchiver. Sizlarni kutib qolaman. Sizlar agar bu videomizga like yoqsa, keyingi videoda qanday qilib KPMda migalga qo'yishni o'rgataman. Xayr, sog' bo'ling.